Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dunyoda hamma bir-biriga aql o'rgatadi. Bir-biriga yo'l ko'rsatadi. Unday qil, bunday qil deydi. Kimlarga gapiga quloq solish kerak, kimlarga solmaslik kerak, musulmon odam albatta yaxshi biladi. Musulmon odam hayotida qanaqa ish bo'lsa, birinchi musulmonni beradigan savoli shu ishga Alloh nima degan? Shu ish haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima degan? Shu savolni berish kerak. Bir ish qilmoqchi bo'lsa, odamlar qanaqa qilyapti o'zi bu to'yda? Ya? Iftor qilyapti, siz o'zi qanaqa qilyapti odamlar deb turib, bizni birinchi o'lchovimiz nima? To'g'rida insof qilib aytaylik, odamlar nima? Robbingizga qasamki, ular deydi Alloh taolo. O'rtalarida paydo bo'lgan ishlarni, hukmini Alloh va Rasuliga qaytarmagunlaricha, Alloh va Rasuli chiqarib bergan hukmga bo'yinsunmagunlaricha va bo'yinsunganlaridan keyin qalbida g'illag'ashlik qolmagunicha iymoni komil bo'lmaydi. Ya'ni bizni tilga o'girsak, problema chiqadi. Yechimni Allohdan so'rasa iymonli bo'ladi. Shular bilanmi yo'q? Bo'yinsunsa yana iymonli bo'ladi. Shularmi yo'q? Bo'yinsunib ham tamomiy qalbida bir xotirjamlik bo'lishligi kerak. Xo'p deb qiladi. Lekin bari ichida norozilik qoladi odamning ba'zilarida. Esimizdan chiqmasin, bizni birinchi beradigan savolimiz hayotda bo'ladigan ishlarga. Alloh nima deydi shu ishga? Rasuli nima deydi? Agar boshidan shu savol bilan ketib, ishda davomida tugaganda ham shu savol bizni qiziqtiradigan bo'lsa, muammo qolmaydi hayotimizda. Insonni saodatli hayot kechirishligi o'ziga bog'liq. Telefonni ko'rsatib aytar edim. Shu shapalaqdek tomonni ko'rsatib turib, mana telefon desa, mana shu telefon deb qabul qiladi. Ikkinchi odamga faqat mana tomonni ko'rsatib turib, telefon shu desa, telefon deb kichkina narsani tushunadi. Endi mana shu telefon degan buyumga qaysi tomondan qarashga bog'liq. Hali aytadi, stakanning yarmi bo'sh emas, yarmini to'ldir deb qarasangiz, xursand bo'laverasiz. O'zi yarim stakan suv. Bu hayotga siz bilan bizni qarashimizga bog'liq. Birinchi sabab, saodatli hayot kechirishlikning birinchi sababi. Fikr qil, shukr qil. Ma'nosi shuki, Alloh taolo siz bilan bizning ustimizdagi juda ko'p ne'matlari bor. Bularga qaramaymiz, bularni ko'rmaymiz, fikr qilmaymiz, shukr ham qilmaymiz, norozi bo'laramiz. Odatda siz bilan biz o'zimizda yo'q bo'lgan narsalarni ko'ramiz. Bor bo'lgan narsani ko'rmaymiz. Adashmadim. Biz o'zimizdagi yo'q narsani ilar ko'ramiz. Bor narsani ko'ra olmaymiz. Ononim yo'q, mononim kam, mononim yo'q, mononim yo'q. Ha nimalaring borligiga qaraginda, sendagi yo'q narsadan ko'ra bor narsa ko'proq. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar Allohning ne'matlarini sanasangiz, sanog'iga yeta olmassizlar. Haqiqatan inson zoti o'ta zolim va juda noshukrdir. Innal insana li robbihi lakanud va innahu ala zalika la shahid. Inson Parvardigorga nonkor, noshukur, yana o'zi guvoh bunga. Insonning sog'ligi, yurtida tinchligi, yeydigan ovqatini bor bo'lishi, kiyimini borishligi, suv, havodi borligi kichkina narsalarmi? Mana ko'rdik-ku, tinchlik yo'q bo'lsa, qolgan hech qaysi ne'mat 2 pulga arzimas ekan. Tinchlikda o'tiribmizmi? Inson bu narsani sezmaydi. Butun imkoniyati qo'lida, lekin inson bu narsani ko'rmaydi. Wasbagha alaykum ni'amahu zohiratan va batina. Va sizlarga barcha zohiriy va botiniy, ya'ni moddiy, ma'naviy ne'matlarni komil qilib bergani ko'rmadinglarmi? Ko'zimiz ko'rayotgan ne'mat ham bor, ko'rmayotgan ne'mat ham bor. Jasadimizning ichida qancha ne'mat borligini bilamizmi? Bitta hojatga bemalol borib, bemalol da'vo qilib kelishligingiz qanaqa ne'matligini bilasizmi? O'sha bavulda chiqa olmay qiynalgan odamning holini ko'rganingizda, uni ko'ziga dunyo qorong'u bo'lib ketganligida salom berganlarni ham ko'rmaydi, salom berganlarni ham eshitmaydi, to ana shu bavulini quvug'ini bo'shatib olguncha qanaqa azobda turganligini ko'rib turib, Allohga shukr, ko'pchilik bandalarni balolagan balo bilan meni balolamabdi, Xudoga shukr. Siz chachingiz to'kilayotganini g'amini qilyapsiz. Yo, semirib ketayotganingiz, ozib ketayotganingiz odamlar siyomayapti. Ana shu podshohning rivoyati, bir piyola suvni oldida dunyoda borlik hech narsaga arzimas ekan. Nasihat qiling menga deb vaziriga aytsa, aytayapti vaziri. Taqsir, sahroda qolib, o'lishga yaqin bo'lsangiz,
bir piyola suv uchun nimangizni berardingiz desa, mulkimni yarmini berardim dedi. Ha, xo'p, suvni ichdingiz. Endi chiqmay qoldi. Uni chiqarib olish uchun nimangizni beradi desa, mulkimni ikkinchi yarmini dedi. Demak, bir podshohning saltanati bir piyola suvni kirib ichimizga chiqib ketishligiga arzimas ekan. Ko'ramizmi shu ne'matlarni? Ikki ko'zimiz, ikki quloqimiz, tilimiz, ikki labimiz, qo'limiz, oyog'imiz borligi hazakam narsami? Fabi ayyi ala'i robbikuma tukazziban. Bas Parvardigoringizni qaysi ne'matlarni yolg'on deya inkor qila olursiz? O'zi odam o'rnidan turib ikki oyog'i bilan bemalol ishini bajargani borib kelishiga hazakam narsami? Yo xohlagan ishini ikki qo'li bilan qilishligi. Kim ichida qo'li xayrli bir gipsda yurgan bir 10 kun 15 kun. Qo'linglar ko'taringlar-da, bormi? Eslanglar-da, shu bitta qo'linglar ishlamaganda hojatga kirganlarda nima bo'lgansizlar? Patinkangizni qodashlikni o'ylang deb yoki ishingizni qodashni oling, boshqasini qo'ying. Ikkita qo'limizni to'xtirishiga qanaqa ne'mat. Lekin esdan chiqarib qo'yapmiz o'sha qo'limiz qiylangan kunlarda. Odamlar uxlamasdan, yillab uxlamasdan ontalib-to'ntalayotganda shunday yotib turib, shirin uyquga ko'zimizni ketishligi hazakam narsami? O'zida kim uxlatadi bizni? Alloh uxlatadi. Kim uyg'otadi? Hazakam narsami shu? Agar inson uxlamasa o'ladi. Inson uxlaganda organizm tikkalanadi, yangilanadi. Uxlab turganingizdan keyin to'yib 1-2 soat, 3 soat uxlasangiz, svejiy bo'lib qolasiz. Uxlamasangiz o'lasiz. Mana shu ne'matdan bormi ustimizda? Nimaga ko'rmaymiz shu narsani? Inson ko'ni kusagan taomni yeb, hazm qilishida o'lamasdan bemalol chiqarib olishligi hazakam narsami? Yo chanqab turganingizda zalol suvni muzdekkina maza qilib ichib, Xudoga shukr, suv boshqacha narsalar degan paytingizni eslang. Yo Alloh, shuncha ne'mating bor ekan-ku, biz farqiga bormas ekanmiz, qadrlamas ekanmiz. Ko'zingizni kuydirib, shilqirab oqib turib tikanadi muzdek suv. Qarab tamshanib qo'yapsiz. Odamlar kasalligi tufayli yoki yo'qligi tufayli och qolib yuribdi. Arag'imizda suvni qanaqa bo'lib oqayotganligi bizga ne'matli esimizdan chiqib qolgan. Bilamizmi shu ne'matlarni biz? Bizda karlikdan to'sib turgan quloqimiz bor, bu haqida fikr qilaylik. Ko'rlikdan to'sib turgan ikkita ko'zimiz bor. Terimizga qaraylik, pesmaholikdan omonda. Aqlimizni to'liqligini ko'rib turib shukr qilaylik. Agar bizga-da bitta ko'zingni o'yib berasan, Uhud tog'idagi oltin beraman desa. Bittasi. Ikkovi emas, bittasi. Kim ko'nardi? Demak, Uhud tog'idagi oltin bor o'sha sizda. Tuhoma tog'idagi kumushga ikki quloqini berasanmi desa. Demak, Tuhoma tog'idagi kumush bor. Zahro qasrlar egasi bo'lish uchun tilingni berasan, soqol bo'lasan desa, ko'nami deylar? Bu qayerda? Mana kallamizdaligina emas shunchalik katta. Agar bitta qo'lini kesib berasan, bir sondiq yoqut gavhar beraman desa, rozi bo'lamidik? Shu narsalar bormi bizda? Shunaqa bir ulug' ne'mat ustamiz, bilmaymiz. Mag'zun yashaymiz, g'amgin yashaymiz, umidsiz yashaymiz. Yo'q narsalarimizni ko'ramiz-u, bor narsalarimizni ko'rmaymiz. Va fi anfusikum afala tubsirun. O'zlaringizni, vujudlaringizda, har bir a'zoyingizda ishonguvchi zotlar uchun oyat alomatlar bor, lekin bu narsalarni ko'rmaymiz. O'zimiz haqimizda, oilamiz haqida, farzandlar haqida, tinchlik haqida, uy haqida, kasb, do'stlar haqida, sog'lik haqida fikr qilaylik-da, shukr qilaylik. Mana shuncha narsa bor bizda. Mana shuncha narsa bor. Alloh taolo fikr qilishlikni, shukr qilishlikni hammamizga nasib qilsin. Ya'rifuna ni'matallohi thumma yunkirunaha va aktharuhumul kafirun. Ular Allohning ne'matini tanirlar va keyin uni inkor qilurlar. Ertaga chiqamiz, ya'ni hech narsasi yo'q odamdaqa noshukr bo'lib yashaymiz.